Для Запа SPF'da har xilini ishlatib ko'rdim. Amerikanskiy, turetskiy, nimalargini ham, polni koreyskiylarni ham ishlatib ko'rdim. Hech ham rezultatini ko'rmadim. Boyagina qorayapman deb ko'pchilik qizlar aytayapti. SPF'dimi? Hali bunaqa SPF ishlatmaganman. SPF'da bombasi. Ersak bu ham. Shunaqa ersakka nima bo'lib qolganman hozir. Qayerda nima? Zubni pastasimi, ersakmi, nima ekan? Olaman. Olishim kerak. Ersakniki вообще hamma narsasi, absolutno hamma narsasi zo'r ekan. Massajniy kremlari, nima, для tela kremlari, losyonlari, sochingizga shunaqa mazza narsalar ekan. Nimaga bu firmani bilmasdan shuncha yil yashadik? Olinglar qizlar, SPF'da bombasi. Har 2 soatda bir tagidan bu quruq SPF. Tagidan sal yuzinglarni namlantirib, siviritkalari bor. Siviritka tomisib turib, orqasidan SPF qo'yib olsanglar yuzinglarni yalt shunaqa xo'jini vid berar ekan. Yuzingiz top-tozami, yaraqlaganmi? Orqasidan pitательный krem qo'yib turib, orqasidan SPF qo'yib olasiz. Yozda bitta ham qoraymaysiz. Bizni qizlar, bizni mulatka qizlar birpasda qorayib ketamiz. Qilinglar qizlar, qoraymasdan, не только yuzinglar, bo'yninglar, qo'linglarga dovur qo'yib, shunaqa asal ухоженный qiz bo'lib yuringlar.